Şöhretke şatlık tarifi, hoşallık alemiga başlaydı çatlık. Şat yaşaş durmuşqa bir dumana, güleyli dostlarım tatlık ve tatlık. Şat yaşaş durmuşqa bir dumana, güleyli dostlarım tatlık ve tatlık. Her xil yumor ve qiziqarliqlar angla. Şatlıqı tolgan radyo oyunları. Chehringizga tabassum, qalbingizga qaynoq hayajon berishadigan she'rin damlar Shodlik minutlari programmasida. Şatlık ve hoşallık çaşkınları radyo dolqunları arkalı her bir kalp geçilsin. Şatlık, şatlık, şatlık minutları. Şatlık, şatlık, şatlık minutları. Şatlık minutları. Oho, mana keldik dostlarimiz. Qanday qanlıqçılar barmi? Barmizlar, obdan tudinglarmi? Yaxshimi mijozinglar? Deyman, endi dam ishlab, o'ynab, u yoq bu yoqqa ketib qoldinglarmi? Ish qilib mayli, nadil bo'linglar, ammo yaninglarda radio bo'lsin, ha. To'g'ri, boshlab ketdik unda qo'yib 3 yerim bo'ldi. Saytinglarga qarab beqinglar, ishonmasanglar, men qarmaganlar, chastotini 174 ga to'g'rilamaganlar. Bir to'g'rilab juma qarab saytinglarga, ha. Şatlık şeyda qadrli do'stlar, barakat va shodlik to'lgan qaynoq hayot hammamizga bo'g'ay, chehrimizdan tatliq kulgilar balqib turg'ay. Har qaysinglarga xayrli salomlarimizni yo'llab bugungi shodlik minutlari programmamizni boshlab ketdik. Razmullarimiz Sarxil, Odiljon olimdan salomlar ketdik. Voy, qarasholimiz. Odiljon rahmat. Ish qilib. Rahmat. Yaxshi, men ansirgan o'quvchi ketaman, matnga yetishmay. Men pashim yo'q, chikitmi yo'q. Ish qilib dalvadi. Tinmidi, nim bo'lib ishlatib ansirgan. Sahnaga chiqishdan burun qiptini birla chiqdim shuni bilan. Ish qilib, anim bo'lsa, ish qilib saq-salomat turdim o'z oxirigacha. Shodlik minutlari programmamizni shodlik tepib, ko'ngil beg'in yashintib kelayotgan qadrli do'stlar. Mana shunday shirin damlar bizga har vaqt yor bo'lsin. Tatliq kulgilar bizdan aylansin. Qani unda esa programmamizning arambaxish mazmunlariga davomli turda jo'r bo'lgaysizlar. Men Zuhra Keram xonim qarshi olamiz. Hey, rahmat. Oh, yeah. Boshlab ketdik mana. Let's go. Hoy, nima ish qilyapsizlar do'stlarimiz? Radio olib tayyor bo'ldinglarmi? Disko o'ynatamiz. Ancha badanni to'lg'ab qo'yinglar o'dirg'isib. Ras. Yeni ko'p qolsizlar juma do'stlarimiz, ha. Azroq radioning ovozini azroq ko'tarib ketaylik. Ko'tarib atgandan keyin qanday bo'ldi? Tabiiy holda mana boshda chay qilib, bo'yinlarni to'lg'ab, ballaringlarni to'lg'ab ketdinglarmi? Mayli, uningga buni beradi. Hech nima bo'lmaydi. Anglashinglarga bu harakatlar qilcha ta'sir qilmaydi. To'g'ri, tomirlar ichiladi. Men quloqlar texim soz anglaydi. Juma bo'ldi mana ko'p selib. Inkaslar tezlashib, navbat kelib qolganda yumurlar bo'lsa so'zlaydi anglag'uchilar. To'g'ri. Unda bo'lsa anglag'uchilar sizlarning xo'shalliginglar uchun oldi bilan yumurdan birsini sunmoqchimiz. Katta unda bo'lsa anglag'uchilar bilan yuz ko'rish so'g'isi boshlandi. Anglag'uchilar bilan yuz ko'rishish bir bola momusi bilan yuzni yuyish to'g'riliq deyishib qilib, momusi deydi-ki nevrasiga. Jinim nevram. Bu yüzünü yulğun davatımısın men. Bula çaqqan bula balam. Yo, jumayma. Bu jumsan qanda buludu balam. Jumsan meynat balı bop qalsan bildingmi balam? O jumayma men endi hergiz korim yo'q, yüzüm jumayma bu döküm ben. Vay jinim balam, nim deydi qansi balam. Bekkepsiz balı opsan jumasan, ha? Men sendek vaqtimda var-ku. Күндү yüzümni aşı 10 vaqt juytum men. Oyna demedim mi? Oyluğunumdek boptum ama. Nim bo'ldi? Men shu dal sizning chiroyingizni qarab deyapman, bu gapni kunda juvasam, sizda qo'riqchi kutib chiroyim qo'rilta qo'yib qolmamda. Ma balni deyapman ki. Sizni kunda 10 qatim mushta chipar qutda qo'yib ketgansiz, mama. Voy, nimda qildim ey? Mening o'zim qolgan bo'lsam ko'nglim bor, mening ko'nglimga keldi, nimda qildi? Mening o'zim moshda bo'lib ketsa, siz xush bo'lamsiz, mama? Qarab beqman chiroyingiz purlashib ketdi, yotqanda besilib yetib qolganday qilib. Ma balni. Mening moshda xush bo'lamsiz? Oqshomlari ilk yuzimga memmo deganni chaplab yetib-atgan foydasi bo'lmabdi-da. Voy, nimda bir ko'nglim kelgan gapni qildim, chiqar juguman o'yinlarga. Nim qilsam qilmamsiz, yuzini jumay, mehnat jursam jumamsa, voy, nim qiladi. Mama, dazmol sep purlaytam. Shuni qilam, Cep tüytan tumarımı teyda. Onam şunda devatı. Mamamın çıraymış. Anam bilen şunu kızıp koyap.
Keşke anan kelgen vaqtida dobdan deyishim men. Mana. Bala urush qilib qo'ydi kelin bilan qaynab. Ammo bunda demeysizlar. Anqirken ma'qul deydi ma bala uchun sen og'ziga tiqpal ekan ma'qul. Mama deb. Xo'sh, shunda bo'lsa do'stlarimizga yumorlarimizni so'q qilayli yana davomliq. Mushu Ashixon adimiz mushu bir resim do'koniga kirdi ekanda. Baza aylang'ash bir resim do'koni oldiga kelib, "Ey" deb kirib qoldik. Uy, resim do'koni mishad bakina to. Kasa. Chisa. Chidim. Tishdimi? Tizlik bilan obdan to'dim. O'zim obdan to'dim. Uychi tizlikma. Uychi tizlikma, balla tizlikma. Obdan. Yaxshi bo'libdi. Kasa. Resim olamlar. Olaman. Asa, qanday kerakda? Endi shu men o'sha uydan chiqqan vaqtimda shu rasm do'koni bo'lsa, kirib, menda bir aylanib, bir ko'nglimdagi rasmlarni bir ep chiqay degan. Menda yiliqi tabiat manzarasi tasvirlangan rasm bo'lsa, olay degandim, bormi? Do'konimizda bunda resim jiq kasa. Ishi yaxshi. Qayerda? Ha, mishadimi? Mana mushu yerdikisi hammasi shu. Talsa. Ma'qul, tanlay. Siz degan naq mushtaq resimlarimiz mana shu. Mushqatadagi ko'sa yaxshizibda rasm. Yaxto'g'anlarni tanlasa azam birimizga. Ma'qul men tanlay. Bu rasmdan ajabmi jiq sizib besib qo'yaplar. Shu chiroyli tanlab, ha? Ma rasm bo'ldi ekan emasmi? Allomat ko'zlarim oltinday tunaydi jumag'am. Mushini yaxshi ko'rdim. Ko'rdimmi? Xo'jayin mushini yaxshi ko'rdim. Naq Nimda chiroyli. Yiqqinda bir og'inamga satma qaraysin baba. Ko'zlarim oltinaydi ekan. O'zlariga birman qo. Ajabmi bu chiroyli bir rostakli sizibdami rasmni? Rasmida kaynlariga 3 metr turib ko'zlarini qisib qaraslar, rost ko'rgandakli bullar. Rostakli sizibdi shu. Ma rasmda shu yangi uzib kelingan bir dasta gul bor ekan. Ha, mana ko'zlarim tunaydi. Sanatim shundikanlar juma xonim. Shu voy jon, gulni tushunsak nim bo'pti, gulab kunib qolgadim. Gul bor ekan, to'ptasi ma gulning chiroyligini. Uy, mayadin bir taqsi bir go'shim bor ekan. Ha, shu. Bunda ashxonning ichimiki ish qilib bir resim sizib kelibdi. Uy, ma volqaga men dehshat amroq. Ma volqama. Vijdon volqam bor ekan emasmi rasmning ichida. Shu, chiroyli rasmi. Voy. Ma rasmninki bo'lib ketgan. Ma rasmning bo'lib ketgan. Ay, xo'jayin. Ma rasm bo'ldi ekan. Voy bilamdikan. Bo'ldi ekan. Kasa. Gap yo'q bo'ldi. Maltoniydiga adam guvoga birimiz sasirayt, satadi juma adam. Shu, nech pul? Qimmat emas, 50 qo'yla bering, 50 qo'yla. Qizmatgan. Ha? Bekli qizmatgan. Qanday qizmatli xonim, 50 qo'y, shuncha ichida go'sht va gul va xo'jayin. Mandaq. Ma rasm qizmatgan juma. Anda deymiz, sabit. Men mushta rasmni izlab yurgan necha kun bo'ldi. Bunda rasmlarni tul ko'rib aylanib chiqdim men-chi, maxsus. Maxsus mushta rasmni ko'rdim men. 2 kunning oldida mushning o'xshaydigan rasmni bizni ko'rgan. Shuningmi ba'zi 50 qo'ydi-chi. O'xshashmagan to'q. Ammo yaqtibsizlar, ammo uningda ma taqsidiki go'sh sizning ma rasmdagi qaragan xil jiqdi. Qiziq gapirdim bu. Shu, bolqisida yana bisi bor yanada. Mana bizdan bolqi bor ekan. Aning yana kichik bir yana bir bachisi bor. Qani, ma qo'y gushi deyman. Voy shuni, voy nimadan bo'lib kelsa, mening ko'rganimmi shu? Asli kali gushida ko'rganlar. Kali gushim xizmat deyman. Anda demisa, mama resimda 50 qo'ydiginim gap ochsa, men sizni san'at tushundiki deb 50 qo'yib beray devas, bu 200 qo'y satmaga resim baxanim. Ustam, ashun kilarmi ya? Kammaydi. Kam bo'la? Kammisan, ustam, endi amal yo'q. Men chiqib ketman. Bunday resim. To'xtabsiz, kelishib qoldik. To'xtabsiz. Go'sht boshqa narsani demayli bo'ldi. Men unda go'sht yil kun men ko'rgan rasmdagi go'sht qaragan ras ozgan juma. Unda qarab boqsam, taxminan 270 gram ozda qildi. Adada resimni bariga to'g'ri hisobladim 2 kilo go'sht to'liqlamam. Yo'q, buning pul xarjlab yurganda men maxsus rasmni setib olishimdagi maqsad. Ash go'shtni setib olmayman, gulni setib olmayman. Anandan keyin bolqinimni setib olmayman. Qaylab o'tirma qaylisi. Oshxonalarga samtla. Oshxonaga esib qo'ymoqchi. Tazibi ayolkan. Kam bo'la. 50 qo'y bersa, achkassa 50 qo'y. Yo'q, 50 qo'y jiq pulab ketdi. Qani makasa, kelishib qolamiz kasa. 30 qo'y.
Otskoyga kam bo'ladi. Otskoyga bir muj bolk go'sht gulvar resimni eslik otskoyga. Aldiga chiqib qolsa, talla bozor purapmi qo'yg'izmayjimi otskoyga? Ustam, gapni anglasizlar. Necha kunning oldida siz g'ayrasam deylamazmi? Men go'shkim necha kun bo'lib ketdimi? Nim demakchi? Epkaganman siz men tashlab qo'ygan gulman necha kun bo'ldi? Tug'an gul shundami? Uzun bo'lib ketibdi o'zim. Men avijan isib ketyapti. Men go'shim necha kun bo'pti? Menda siz tug'izib qo'yganlar. Bo'ldi, 30 ga berammi? Men qasa, sizning 30 koy demisa, men 40 koyli beray. 40 koyli bas akassa, men 10 koy tushasizlar, 10 koy chiqsa 40 koy. U baga, men kelmayman. Degan bilan bor. Chiqasizlar. Unda men mangdim, aldirmay o'zib ketyapsiz. Uzatmadim, maqamsak. Otskoy, qarak ko'rmas, amma. O'zingga chiqayaman, daxiridan ko'rsam nerman tutib. Taqaymi, shatliqni anglaychiman, da adamlik jilop shugandan. Ya kulishmikna, do'koningda-chi. O'zim bu tarsobi Saudiga tijoratchiga modim. Ammo aniqlasizlar, hargiz bu tijoratchidan o'rganmanglar. Rasmiy unda normaljimi? Bo'lmasang, illiq chiray oshmag'in do'kon saroy deb degan. Naqga qildingizmi? Shuning uchun har vaqt illiq chiray bo'linglar, undan so'ng sizlar shatliq minutlar anglaysizlar emasmi? Juma vallahi. Buni demaytingiz, aniqlasizlar. Men bir do'stimiz bir mayumurni yo'llabdi. Qiziqgan bu. Ayni vaqtda ayni yili bir qiz bola bilan orlashib, keyin orilib ketdim deydi. Tuniga uning to'yi bo'ldi. Men to'y ko'chirish mashinasining orqasidan asta ichki chiroqni yondirib qo'yib, past chiroqni. Shuni o'g'il ichki chiroqni yoritib qo'yib, uning to'y ko'chirish mashinasining qiyofatiga kirib olib, asta keyinda agashdim deydi. Agashibga uzun o'tmay men uchir keldi deydi. Ey birma, bu umringni men qaramayman deb aytdim. Ajab oqimizdan agishib qolsan-ku ichimni siqib. Oy, uchir keldi. Ko'ngil to'yibdi. Endi meni yaxshi ko'rdi-ku. Voy. So'rab baqaychi. Mening agashkinimni qanday bilib olding? Voy, bishing neydigan birma. 10 necha Audi mashinaning keyinda salli traktor haydab tat qilib agishib kelsam bilmay qolamdi. Abla, mani esqimabdim ha. Men chiqitayjimman. Biroz traktor deyman, yo'lga chiqitay. Qas tat. Tushdim burun shunday yaxshi berolmay qoldim. Nimada deb o'ylanib cho'nqur xiyolga cho'kib ketdikishmi? Nim bo'ldi? Atigan kimdan yaxshi beramidingiz? Tushtinkilarni tazlibni yezib chiqdingiz. Shu. Bu deganlik paynakning ahli tushdan keyin. Nimani? Bo'ldi. Nimani? Paynakning ahli tushdan keyin yetarlik.